Salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasxlat qidirmoqchi bo'lganlar, shapka profili nomerim bor, через WhatsApp orqali chiqsangiz bo'ladi. Agar gap men uchun hattoki like, podpiska sizlardan. Kartaga qaraymiz. Karta ochishimdan oldin otini, ismini, yoshini ichingizda yetasiz. Aqlingizdagi kishi keladimi? Yarashasizlarmi? U hozir afsuslanyaptimi? Keladi. Lekin ozgina qiynalasiz. Отношениyalar oldinchalik bo'lmaydi. Keladi lekin bola keladi, lekin отношениyalar oldinchalik bo'lmaydi. Qiynalasizlar. Yo'gida siz, yo'gida u bola qiynaladi. Eminda nimadan qiynaladi? Nimadan qiyinchilik bo'ladi? Xo'p, Eminda hozirgi ahvoli bolani miyasi juda ham alkash-chulkash, ya'ni bugun buni qilishim kerak, ertaga uni qilishim kerak, bugun mana bu yoqqa borishim kerak, ertaga mana bu yoqqa borishim kerak, ya'ni miyasi polniy ishlayapti. Miyasi umuman dam olmayapti, bilasizmi? Qanaqa ishlar bo'yicha, o'zini shaxsiy ishlari bo'yicha polniy yuribdi. Bola nimadandir xavotirda. Bolani ichida bunaqa narsa bo'lyapti-da, mana kartam aytyaptiki, bola o'ylayapti sizni. Bola o'ylayapti. Qanaqadir xavotir bor faqat ichida. Bu qiz mendan boshqasi bilan gaplashib ketmasmikan, gaplashmayotganmikan, qiziqyapti sizga. Такой texnichniy kuzatib ham turadi sizni qatlidandir, qaysidir internet saytdan texnichniy kuzatib yoki texnichniy sizni surishtirib turibdi. Lekin yana пока что kelmaydi. Ozgina sabr qilsangiz keladi, lekin kelganda ham отношениyalar oldinchalik bo'lmaydi. Bu yerda отношениyalar tiklangandan keyin qiyinchiliklar chiqyapti. Agar sabr qilsangiz, uni unutsangiz, kelajagingiz o'zgaradi. Qanaqadir yaxshi zo'r joydan sizga sovchilar даже kelish